şeylerde ortalığı sabah böyle şu nima qolgan Muhammad Ali qolgan ularga Amin. Lega boshqa parvardigor oba etgan katta chiroyli mashinani berib parvardigorlar o'qishlarini o'qishlarini katta qondigidagi bo'lib hamma podeslarga yigit bola ikki bino Aylt solish kerak. Amin. Allah. Rahmat Xo'joni intervyularingiz. Bugungi taassurotni Assalomu alaykum opolda. Sizdan intervyu olsak mana. Bugungi sayohat. Assalomu alaykum. Ikkovimiz suhbat qilsak bo'ladi. Bugungi taassurotlaringiz haqida qisqacha. Bugungi taassurot ashi chahbalarga chiqmadim. Toqqa chiqmadim. Ovqat qildim. Ovqatdan taassurotlar qanaqasi? Bugungi taassurot bir so'z bilan qanday qilib ifodalanadi? Ajoyib. Bir so'z. Oila davrasida pul ishlatish vazifa. Rahmat taassurotlaringiz bilan bo'lishganingiz. Uni o'yladilar buni. Bugun nima maqsadda bu yerga tashrif buyurdingiz? Ko'prikda o'tmoqchi edim. Sayohatga olib tushirmadi. Keyinchi Keyin chiqishim qiynaka charchab qoldim. taassurotlaringiz qanday? Chiqdim. Yana tusholmadim. Taassurotlarim bo'ladi, yaxshi. Yana bu yerga qaytib kelgan bo'larmidingiz? Ha, ko'proq qilib kelsa albatta kelaman. Bo'ldi, sizdan rahmat. Kelasi televizorda chiqquncha xayr. Otashbey. Bugun ne maqsadda bu yerga tashrif buyurdingiz? Dam olmoqligi bilan. Taassurotlar qanday? Shunchaki ta'riflashga tilolmaysiz. Tilingiz ojiz ekan. Keyingi mehmonimiz Ziyoda opa. Bugun hammalarga biz yashaydigan aytgaga bizga pul sarf qilishga pullarni Alloh ummatga marta qilib ziyoda qilib qaytarib qo'ysin. Ismingizga mos tilaklar bo'ldi. Bu dunyoda ham foydasini beradigan amallarni bajaradigan bo'lsa hamma. Tilaklaringiz uchun rahmat. Zakotlarni beradigan, katta qurbonliklar qilib, hammaga ehson qilib yuradigan badavlatlardan qo'ysin. Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menimcha bugungi tashrifimizning asosiy sababchisi bilan ko'rishib turibmiz. Ha? Qisqacha taassurotlaringiz bilan. Taassurotlarim a'lo darajada. Men Muhammad Eminning yurami sharofatlar bilan dunyoga kelganlar kelganmiz. Maşallah. Ota-onamga, aka-ukalarimga, kelinlarimizga, ovqatga tayyorlarga katta rahmat. Sizga ham videochiga. Keyingi safar qayerga reja qilyapsiz? Biz bundan bag'aga kiroq bu masala bo'ldi. Endi hammamiz
Qayerga? Yo'q, bu safar mana shu videochimiz kartalarni yo'qotmoqchi iloji bo'lsa. Iloji bo'lsa hammani o'zlari o'ynatishlar bu safar. Allohu akbar. Mana shunchalar to'la pul bo'lsin. Pul bo'lmasin, o pul bo'lsin. Kartada naqd pul bo'lsin. Siz nima deya olasiz? Hubbatdan bir aylanib yuribsiz. Ichingizda bir gap bor sizlar. Assalomu alaykum. Bugungi sayohatdan taassurotlaringiz. Ha, hammaga mishat qildi. Siz qanday hissiyotlarga ega bo'ldingiz bugun? Hissiyotlar Taassurotlaringiz qanday? Qanchalarga tushib 50 ming so'm pul keldi. Yuraklarimiz Menimcha bugun kayfiyatingiz yo'q sizning nega? megabaytim yo'qda. Pulingiz yo'qligiga bilan ham kayfiyatlar yo'qli qildida. Wi-Fi yo'q. Shaka. Ma achkingiz mana da atib oling. Qaysingiz? Ha? Yo'q. Otabekxon. Siz negadir hech aqa o'tyapsiz, baqa o'tyapsiz. Baqa o'tyapmiz, baqa o'tyapmiz, qaqa o'tyapmiz, umr o'tyapti. Voy bola chaqa, ilm olish kerak. Pul ishlash kerak, pul. Dilni sayratadigan ham, uyni yayratadigan ham, oilaga totuvlik qiladigan ham. Hammasi pul. Pul, pul, pul. Daydi pul. Nam pul нужен. Siz hayotdan xursand bo'lib yashashni bilasizmi? Yeda, pul bersangiz Ba'zi ko'rsataman. insonlarning puli yo'q, lekin ular baxtli. Chunki bu baxt pulga qaramaydi. Qozonni qaynatib ichsang ham, dog' so'tsang ham bu baxt bo'ladi. O'sha baxt. Bu qori bola, mulla. Tilla. Sizlarning ham fikringiz bormi bu haqda? Ha, bular ro'mol o'ylab kelishdi. Meni fikrim bor. Marhamat. Osmako'prik tushaolmadim. Qayerga? Xo'shaga. Osma ko'prik. Yurolmadim. Yuragimda kattagina dog' qotdi. Yuragingizda dog'. Ye, Nodir ammamiz asosiy qahramonimizdan intervyu olmamiz. Abbajonimiz, Qalla. arkadamiz, boshlig'imiz. Assalomu alaykum. Aytishlari bo'yicha siz eng muhim inson ekansiz shu davrada. Bugungi taassurotlaringizdan qisqacha. Bu o'zi qaysi kanalga YouTube'da? Bu YouTube oilaviy. Oilaviy sayohat. Albatta. Hammaga rahmat. Taassurotlaringiz. Taassurotlar yaxshi. Bu kimlar bilan bu yerga tashrif buyurdingiz? Mana shu kamera o'litgan jiyanim bilan. Hammaga rahmat. Yana qaytib kelgan bo'larmidingiz? Kelaman, xudo xolisa kelaman. Keyingi rejalar qayerga? Keyingi rejalarim avamlar qayerga tezroq Siz ham ikki og'iz. Men seni qanib qoldim. Kaltagingizda. To'kurib qoldim. pulda ko'p bo'ladi. Politsiya. Seni bozor qilish kerak. Sizlar bilan o'z kanalimda ko'rishguncha. Xayr. Yuraylik.